Juda ko'p yosh ota-ona, juda ko'p kelinlar bolani ozgina yig'laganidan nevrologik qandaydir tashxis qo'ydirib, tinchlantiruvchi deb miyani bloklovchi dorilar berishni boshlagan. Hozir 90%, 95% даже ota-onalar, kelinlar biladi bolasini yarim tabletka miyaga tinchlantiruvchi deb bersa uxlab qoladi. 4 soat, 5 soat uxlab yotaveradi. Orasida og'ziga ko'kragini tiqadida yana uxlatib qo'yaveradi. Bularning hammasi miyani bloklab, miya markazlarini o'chirib qo'yadigan dorilar. Hech qachon bezarar bolani tinchlantiruvchi yoki uxlatuvchi bu dunyoda dori yo'q. Hamma sizni bolani tinchlantiradi deb bergan dorilaringiz bolani miyasini bloklab o'sishdan to'xtatib qo'yadigan maxsus preparatlar ular. Nevrologga qolsa siz aytganingiz uchun yozib beraveradi ular. Ular nima qiladi? Siz bilan tortishib, tushuntirib o'tirib. Asli siz o'zingizga kerakda. Juda ko'p mana kelinlarga e'tibor bersangiz, bozorlar aylanganda, kino ko'rganda bolasi uxlab, qotib yotgan bo'ladi. Hattoki 2 yosh, 3 yosh bolalari kolyaskada mast o'tiradi. Piyan odamday. Deb uyqusirab, hammasiga dori berib qo'yibdi. Mana shu yosh kelinlarni bolalariga tinchlantiruvchi degan gap ostida go'yoki tabletkalarni berib qo'yishi natijasida miyalari o'sishdan bolalarni orqada qolmoqda. Va albatta nutq gapirish, eshitish, fikrlash kabi zonalari sekinlashib qolaveradi. Orqada qolib ketaveradi rivojlanishdan. Bilingki, bunday dorilarni har safar berishingiz bolani miyasini orqada qoldirishini eng asosiy sababi bo'ladi deb hisoblayvering. Doktor Isyonovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal.